Assalomu alaykum. Xayrli tong, hurmatli Kompyuter asri kanalining qadri baland, qadrdon kuzatuvchilari va o'z vaqtini ayamasdan har bir darsimizni zorlik bilan kutib, o'rganib kelayotgan bo'lajak mutaxassislar. Navbatdagi darsimizda sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Excel dasturiga bag'ishlangan 77-darsimiz. Bugungi darsimizda o'tiladigan ma'lumotlarni qisqacha o'zim uchun daraja sifatida yozib olganman. Demak, darsni boshladik. Albatta, darslar haqida fikrlar, izohlarni Telegram yoki YouTube video izohida yozib qoldirishlaringiz mumkin. Demak, biz Excel dasturi glavniy bo'limini o'rganayotgan edik. Oxirgi marotaba aynan quyidagi joyni biz o'rganib bo'ldik. Yana bir takrorlab o'tamiz. Bu bizni ma'lumotlarimizni gorizontal va vertikal, bu gorizontal ko'rinishda chapga, o'rtaga, o'ngga joylashtirib beradi. Demak, bugungi ma'lumot chekkasidagi ma'lumotni turli xil graduslarga burib qo'yish. Misol uchun dushanba degan yozuvimizni hozir birinchi 45 gradus mana. Xo'p, minus 45 gradus. Tepadan pastga qarab yozish, pastdan tepaga, xuddi shuni teskarisi. Va format freyminga yachakka kirsam, menda quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Va bu joydan biz soat strelkasi bilan yozuvimizni o'zimiz to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Yana mana o'zini holatiga qaytdik. Chunki bu yerda o'zini holatiga qaytarish funksiyasi yo'q. Demak, keyingi ma'lumot o'ngga chapga ma'lumotlarni suradi. Buni Word dasturida o'rganganmiz. Undan keyingisi esa pernosi text sig'may qolgan ma'lumotni pastga tushirib yuboradi. Hozir buni o'chiraman. Biron bir ism, familiya, отчествоni yozib ko'ramiz. Karimov, hop, Jasurbek, Kamoldinovich deb yozaman. Demak, A1 yachekida yozilgan ma'lumot B1, S1 ga ham, hattoki D1 ga ham o'tib ketdi. Xo'p, buni ochish uchun shunchaki A bilan B o'rtasiga 2 marta tanlaydigan bo'lsak, sichqoncha bilan mana ezadigan bo'lsak, avtomatik ochiladi, lekin bu hujjatda juda xunuk ko'rinishga ega bo'ladi. Xo'p, ancha-muncha joyni egallab qo'yadi. Demak, gap isboti bilan degandek, переносный text. Ko'rib turganlaringizdek, aynan shu uskunani tanlaydigan bo'lsak, bizga yozuvimizni sig'may qolgan ma'lumotni avtomatik o'sha yachekani ichiga qancha sig'sa, o'sha sig'adigancha ma'lumotni sig'diradi va sig'magani pastga tushirib yuboradi. Mana ko'rib turganlaringizdek, xuddi shunaqa holat bo'ladi. Mana bizlar o'zimiz ligirovka qilib olishimiz mumkin mana bu joydan. Keyingi ma'lumot. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. O'chiraman delete bilan. Misol uchun, biz qaysidir korxonada ishlasak, korxonaning nomi yuqorida birinchi qatorda turadi va uni tagida korxona ishchilar familiyalari, telefon raqamlari, adresi, lavozimi va hokazo oylik maoshi yoziladi. Demak, biz korxonani yozmoqchi bo'lsak, yo guruhimizni yozmoqchi bo'lsak, 3 ta yoki 4 ta yo 5 ta undan ortiq yacheykalarni yo ustunlarni birlashtirishimiz kerak. Xoh ustunlarni bo'lsin, xoh qatorlarni bo'lsin. Demak, birlashtirish uchun abidinit uskunasini tanlaymiz va quyidagicha holat paydo bo'ladi. Bemalol bu yerga yozishingiz mumkin. Misol uchun, Akfa Group tashkiloti. Mana katta harflar bilan yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. 6 kishi ishlasa, o'sha 6 kishini ro'yxatini yozmoqchisiz. Qaysi kunlari? Dushanba kunlari yozasiz. Dushanba degan so'z, dushanba. Va buni quyidagicha qilib
o'rtaga qo'ysak kifoya, mana ko'rib turganlaringizdek. Bunga shunchaki granitsiya beramiz, yetadi, mana bo'ldi. Endigi navbat chislo bo'limiga. Chislo bo'limida nimalari bor? Birma-bir tanishtirib o'taman. Bu yerda asosan ma'lumotlarni formatlash. Ma'lumotning formatlari bo'ladi, ya'ni общий format. Misol uchun siz vaqt, son, yozuv yozmoqchi bo'lsangiz, общий formatda turadi boshida. Chislo qilsangiz o'sha raqamli ma'lumotga o'zgaradi. Sonli ma'lumot, bu pul birliklari, bu esa kichkina, managi ixcham, qisqa vaqt, sana, oy, yil, bu esa uzun ko'rinishdagi sana, oy, yilni chiqarib beradi. Bu esa o'sha hozirgi vaqtni vremyani anglatadi. Foiz, bu butunli sonlar bilan ishlash, 10 darajasi bo'lgan sonlar, eksponentallar bilan ishlash va yozuvli ma'lumotlar bilan ishlash bo'ladi. Xo'p, bu yerda qisqa qilib tushuntirib ketadigan bo'lsam, misol uchun oddiygina hozir 30 raqamini yozdim, bu son. Xo'p, mana bu yerda misol uchun salom deb yozdim, bu yozuv, matn. Demak, matnlar chap tomonda, yozuvlar esa o'ng tomonda joylashadi. Shu joydan bilib olsak ham bo'ladi. Mana общийda turibdi bu ham общийda turibdi. Xo'p, davom etamiz. Endi pul birliklari. Pul birliklari, misol uchun siz Excel dasturida valyutalar bilan ishlayapsiz. Misol uchun 10 ming dollar bo'lsin. Hozir bu yerda dollar belgisi yo'q. Xo'p, bu ikkalasining farqi finansiviyda pul birligidagi dollar oldiga keladi, denejniyda esa yonidan joylashadi. Xo'p, finansiga bosadigan bo'lsa, mana dollar belgisi oldiga keldi. O'sha finansiviyda denejniyni tanlaydigan bo'lsam, dollar belgisi raqamni oldida turadi mana. Xo'p, undan keyin vaqtlar. Mana misol uchun hozir 2 raqamini bossam, o'sha vaqtni qo'ysam, bu bizga mana bunaqangi hozir 1990-1900-yil 2-yanvarda mana Monday qilib chiqarib beradi mana. Xo'p, ya'ni prosent deganim foiz. Demak, misol 2 raqamini qo'ysam, 2 raqamiga hozir men prosentni tanlasam, 100 ni ko'paytirib beradi mana. 200%. Agar 0.5 qilib prosentni tanlasam, prosent mana bu joyda ham bor, mana 50%, ya'ni 100 ni ko'paytirib bizga chiqarib beradi foiz ko'rinishida. Xo'p, azizlar, biz biron bir yacheykaga misol uchun 20 ming so'm deb yozmoqchi bo'lsam, so'm pul birligini qo'ymoqchiman. Men bu joyga kiraman, finansiga kiraman va men bu oynadan so'm o'rta roqda turadi. S harfidan qidiramiz. Mana so'm, o'zbekskiy, kirilskiy, mana kirilcha yozilishi, ko'rinishi harfi. Mana bu yerda so'm lotincha. Mana lotinchasini tanlab OK deb bosadigan bo'lsam, mana menga quyidagicha so'mni chiqarib beradi. Bemalol bu so'mni misol uchun boshqa joyga qo'ysak, mana va ikkita so'mni bir-biri bilan qo'shsak bo'ladi. Mana bu D9, bu B18. Enter, 40 ming so'm paydo bo'ladi. Demak, pul birliklarida mana bu yozuv sifatida emas, bu pul birligi sifatida qaraladi. Xo'p, endi orqasidagi mana bu nollar bu tabiiy holatda paydo bo'ladi. Buni olib tashlash uchun mana bu joyda chislo znakni 2 raqamini 0 qo'yishimiz kerak. Mana orqasida 2 ta 0 yo'qoldi, yoki mana bu joyda 2 ta belgi turadi, 2 ta. Bu 0 ni qo'shish orqasidan, bu esa 0 ni olib tashlash. Bu bilan ham biz o'zimiz bemalol nazorat qilsak bo'ladi. Xo'p, birdaniga misol uchun kataklarni tanlash uchun Ctrl bilan tanlab mana nollarni olib tashlasak bo'ladi. Demak, xo'p, azizlar, tushundik. Endi sana. Misol uchun Ctrl nuqta virgulda bosadigan bo'lsam, bugungi sanani chiqarib beradi. Длинный bosadigan bo'lsam, yana Tuesday, bugun xo'p, seshanba, yanvar 27-sana, 26 mana. Bu uzun formatdagi sana. Bu esa qisqa formatdagi sana hisoblanadi. Xo'p, mana bu esa Ctrl Shift nuqta virgul tanlaydigan bo'lsak, hozir soat mana время
ko'rsatib turibdi. Mana. Xo'p, yana qo'shimcha Drugoga kiradigan bo'lsak, bizda soatni turli xil formatlar chiqib keladi mana. Ko'rishimiz mumkin. O'zimiz xohlagandek formatga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Demak, xo'p, Excel dasturida sizlar bilan nimalarni o'rgandik? Foiz bilan ishlashni o'rgandik, yozuv ma'lumotini o'rgandik. Demak, xonalarga ajratishni o'rgandik va raqamlarni tartiblash. Endi raqamlarni tartiblashga o'tamiz. Yangi list ochib olaman. Bu sal qiziqroq va chiroyli mavzu. Ko'pchilik Excelda jadvalda raqamlar bo'ladi, ya'ni tartib raqamlari yoki mahsulotni raqamlari va hokazo raqamlar turishi kerak. Demak, uni chiqarishning bir nechta usullari bor. Oson usullari 1, 2 yozamiz, tanlaymiz. O'ng burchakka keladigan bo'lsak, bizda mana bunaqangi plus belgisi chiqadi, qora rangli. Shuni tortadigan bo'lsam, mana birdan o'nggacha sortirovka qilib beradi. Ikkinchi usuli, birni tanlayman. Xo'p, e'tibor beramiz. Tortaman pastga qarab. Mana bir hammasi bir bo'ldi. Endi mana bu joyda maxsus belgi chiqadi. Bundan zaполнить degan joyini tanlasak, mana o'zi avtomatik birdan o'nggacha raqamlarni bizga chiqarib beradi. Uchinchi usuli, birni tanlayman va Ctrl-ni bosib turadigan bo'lsam, va pastga tortadigan bo'lsam, avtomatik o'zi birdan o'nggacha yoki qancha tortsak o'shangacha raqam chiqarib beradi. Va yana bitta usuli bu mutlaqo, misol uchun siz o'chirganingizda ham u formula saqlanib qoladi. Misol 1 D1 qo'shilgan 1. Mana. Qarang, tortadigan bo'lsak, avtomatik Excel o'zidan keyingi raqamlarni bizga chiqarib beradi. Yo bo'lmasa, mana shu joyda hop tanlaydigan bo'lsak, bizda turli xil histogramma, statistika, foiz bo'yicha raqamlarga maxsus belgilar qo'yib beradi. Buni to'g'risi keyingi darslarda o'rganamiz. Xo'p, yana bitta ma'lumot, misol uchun sanani chiqaradigan bo'lsam, kalendar bo'yicha tortadigan bo'lsak, sanani ham avtomatik mana o'zi qo'yib beradi va keyingi oyga ham o'tkazib yuboradi mana. Bu 31 dan qaytar ekan, ikkinchi oy, birinchi sana mana. Excelda shunaqangi xususiyatlar bor. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan shu ma'lumotlarni o'rganishimiz kerak edi. Darsimiz ozroq uzunroq bo'lib ketdi. Loyihamizni xudo xolasa keyingi darsda bajarib ko'ramiz. Yo bo'lmasa, o'zlaringizga bir vazifa sifatida beraman. Kundalik loyihasi bu qanaqa bo'ladi? Kundalikda tepada yuqorida kundalik misol uchun yoziladi. Bu yerda esa hafta kuni dushanba, seshanba, bu yerda esa fanlar, mavzular, baholar, imzolar turadi. Qisman yasab berdim. Kundalikka yaqinroq bo'lgan narsani sizlar bilan. Endi o'zlaringiz mustaqil yozib ko'rsalaringiz, menimcha bugungi darsni yanada mustahkamlagan bo'lasiz va Excel bo'yicha bilimlaringizni, ko'nikmalaringizni oshirgan bo'lasiz. E'tibor uchun rahmat. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum.